Assalomu alaykum, pazanda qo'llar o'z kanaliga xush kelibsiz. Bugun tayyorlaydigan taomimiz juda ham ajoyib. Bu taomni ko'kat yemaydiganlar ham bemalol iste'mol qilishadi. Ko'k chuchvaralar tayyorlaymiz. Bolalarim ko'pincha ismaloq, ko'katlarni yeyishmaydi. Shu usulda tayyorlab beraman. Ularga juda ham vitaminli taomlardan biri bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi ismaloqlarimizni yuvib tozalab olamiz. 300 gram ismaloq kerak bo'ladi. Va blenderimizga maydalab solamiz. Agar blenderi yo'qlar, qo'lda bemalol to'g'rab, ezib, suvini chiqarib olsangiz ham bo'ladi. 250 ml sut solamiz. Yarmini solamiz, yarmini olib qo'yamiz va maydalab suvini chiqarib olamiz. Yarmini qolgan ismaloqlarimizni ishlatib suvini chiqarib olamiz. Endi setkamizdan o'tkazib olamiz. Yaxshilab o'tkazib olamiz. Mana o'tkazib tayyorlab oldik. Endi tuz solamiz, yarim osh qoshiq, bir dona tuxum solamiz va yaxshilab aralashtiramiz bir xilmasa bo'lguncha. 500 gram un solamiz va qattiqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz qattiqqina bo'lgani yaxshi, yoyilishi juda ham yaxshi bo'ladi. Chuchvaralarimiz ham juda ham chiroyli chiqadi. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Mana shunaqa qattiqlikda bo'ladi. Endi ikkita bo'lakka bo'lib olamiz. Suvalachali qilib olamiz. Xamirga yaxshilab ishlov beramiz. Shunda yoyilishi yana ham oson bo'ladi. Salafan paketga solib tindirishga olib qo'yamiz 10-15 minutga. Endi ichiga solishga qiymasini tayyorlab olamiz. 300 gram qiymaga 2 dona mayda to'g'ralgan piyoz solamiz. Ta'bga ko'ra tuz, ziravorli solamiz, murch solamiz. Men zira, murch soldim. Xohlagan ziravorlardan foydalansanglar bo'ladi. Yaxshilab bir xil bo'lguncha aralashtirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi chetga olib qo'yamiz. Tinib tayyor bo'lgan xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Qo'limizda avval yuqartirib olamiz. Unlab. Endi yoyishni boshlaymiz. Yoyish jarayonida soat stirelkasi bo'ylab bir tomonga qaratib yoyamiz. O'rta qismini kamroq, chetlarini ko'proq yoyamiz. Bosmasdan yoyamiz. Shunda xamirimiz birdek chiroyli bo'lib yoyiladi. Juda yuqa qilib yubormaymiz. Agar juda ham yuqa qilib yuborsak, chuchvaralarimiz suvda qaynaganda ezilib ketadi. Salgina qalaroq qilib olamiz. Mana yoyib tayyorlab oldik. Endi mana shunaqa dumaloq kesadigan forma yoki staganda kesib olamiz. Mana ko'rdinglar yuqaligini. Hammasini shunaqa qilib kesib olamiz. Mana kesib tayyorlab oldim. Mana shunaqa xamir bo'ladi. Juda ham katta qilib yormaymiz, kichikroq qilamiz. Katta qilib yorsak, katta bo'lib xunuk bo'lib qoladi. Chuchvara kichikroq bo'lgani chiroyli chiqadi. Endi tugishni boshlaymiz. To'ldirib qiyma solib olamiz. Juda ham oson tugiladi. Ikkiga buklab chetlarini yaxshilab mahkamlab olamiz. Suvga qaynatganimizda ochilib ketmasligi uchun. Mana chuchvaramiz juda ham chiroyli chiqadi. Qiymasini to'ldiribroq solamiz. Shunda chuchvara yana ham chiroyli chiqadi. Chetlarini yaxshilab mahkamlash kerak. Tugilishi juda ham oson. Endi esa qozonimizga 1,5-2 litr suv solib olamiz. 1 osh qoshiq tuz. Men bulyon ishlataman ovqatlar uchun. Xohishga ta'bga ko'ra solasizlar, solmasanglar ham bo'ladi. Baland olovda qaynatamiz. Qaynab chiqqandan keyin mana tayyor bo'lgan chuchvaralarimizni
Birin-ketin solib qaynatishni boshlaymiz. Chuchvaralarimiz soganda mana qozonda tag qismida turibdi. Chuchvara pishib boshlaganda suvni yuza qismiga chiqadi. Endi baland olovda qaynatamiz. Mana yuza qismiga qaynab chiqdi tepaga. Chuchvara juda ham ko'p qaynatilmaydi, ezilib ketadi. Pishib tayyor bo'ldi. Endi idishimizga chiroyli qilib suzib olamiz. Ranglari pishganda ham yo'qolib ketmaydi, shu rangida turadi. Bolalarimga juda ham qiziqarli, bu juda ham mazza qilib yeyishadi. Rangiga qiziqishib, mazza qilib yeyishadi. Mana chuchvaralarimiz tayyor. Pishib tayyor bo'ldi. Smetana yoki qaymoq bilan juda ham mazali bo'ladi. Usti qismlariga mana shunaqa qilib qo'yib chiqamiz. Juda ham ajoyib, mazali, vitaminlarga boy chuchvara bo'ladi. Tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga birdek yoqadi. Ichlari ham juda ham yaxshi pishadi. Tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Videom yoqqan bo'lsa, sizlardan bitta like. Kanalimga obuna bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Kelgusi videolarimgacha sog' omon bo'linglar.